Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan akalar, xudo xolasa mana keyingi zakaz ish jarayonlarimizni ham tayyorlanish jarayoni bir sizlarga ko'rsatish maqsadida materiallarimiz tozaligini bir ko'rsatmasida video tayyorlayapmiz. Sizlar bir donadan layklarni bosib, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ying. Xudo xolasa videolarimiz keyinroq tarqalishiga o'z hissiyatlar qo'shasizlar. Holatlarni mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 3 ta eshik, 4 dona romimiz bor. Xudo mana shu adnazishkalar qoqilish jarayoni. Bu adnazishkalarimizni doimiydek mana yerimlab qotiramiz. Kimdir chiqarsa bo'ladimi deydi. Buni chiqarsa yulib yoki sindirib chiqadi-da. Mana shunga bir qator ko'rsatib, holatlarini, materiallarimiz tozaligiga mana bemalol rangdan oldin e'tibor berishingiz mumkin. Bu yerda mana eshigimizning korobkalari. Holatlarini ko'rib. Bugun hafta kuniga shanba. Sizlar nechi? 2026-yil 18 ekanmi? Ha? 18-aprel. Kimda kim shunaqa yog'och eshik-rom degan akalar bo'lsa, bemalol parliza qilib, qo'ldan kelgancha sifatli qilib berishga harakat qilamiz mana. Migratsiya bo'lish holati mana. Bu yoqda mana eshiklarimiz. Bemalol holatlarini ko'rib, tozaligini ko'rib, mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana bunisi mana tayyor holat mana romimiz. Xudo xolasa eshik romlarimizda ko'zi yo'q. Endi ancha-muncha bitta kichkina tindaqdek qutaqchalar bo'ladi. Endi buni nolobga qilish iloji yo'q. Kimga kim shunaqa yog'och eshik rom kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bu yerda mana NDF eshiklarimiz ham bor. NDF eshik rom bo'ladimi? Xo'p, yog'och eshik rom bo'ladimi? Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Musofirda yurgan akalarimizni ham Telegram, WhatsApp orqali parliza qilib qo'ysalaring, xudo xolasa. Kimga kim shunaqa eshik rom kerak bo'lsa, sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Xo'p, sizlar layklarni bosib, podpiskani bosib, eshik rom degan aktyorlarga parliza qilib qo'yasizlar. Bizning manzil Andijon viloyati Buloqbosh tumani Usta Kiboljon. Telefon nomerlarimiz 90lik 549 74 01. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Qo'ldan kelgancha sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Hali kimlardir usta eshik romni o'zingiz qilasizmi, o'rtamchi emasmisiz deb so'raydi. Bu o'zimizning ustaxona, o'zimizning xonadon. Biz oilaviy ish qilamiz. Qo'ldan kelgancha sifatli qilib berishga harakat qilamiz. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Hammalarga rahmat.